alaykum, tuzuymizlar. Bozordan den mana ko'ynakni olsam, men ko'rmabman, men jinni. Endi uy olib kelib, buni endi qudalarga berar ekan-da. Qudalar boshqa ko'ynaklar kiyar ekan. Va ko'ynak mana bir chiroqli, to'g'rimi? Men ko'rdim. Chiroqli dedim-da, endi material mana jivir hamma o'zi. Endi oching tomon sekin. Ma ko'ynak qarasangiz. Bu ishimiz endi men qarasam. Действительно. Endi men qarang. Men qarasam. Bir ana ko'rsatib qo'y. Men qarang. Bu mas ko'ynak ekan. Endi buni reklamasini qaranglar. 200 so'm ekan. Bu 200 so'm mana reklamani qaranglar mana. Bu endi odam oldi bo'lmaydi endi. Zachем bu tushunib bo'lmayapti hayotda bor. Mana ko'ynakni qarang. Bu nas o'rislar o'likka kiygizardi bu ko'ynakni. Mana. Buni na bir peshiyi yo'q. Ikki kuymasi bor ekan, mana qarang. Bu yog'i lekin chita ekan menda. Endi boshqa hech bola yo'q. Buni nimasi ham yirtiq ekan, mana qarasangiz. Bu nima tushunmadim. 300 so'm ekan bozorda. Ehtiyot bo'linglar shunaqa olishga, birodarlar. Bo'lmay qilmay qolinglar shuni o'rniga.